Hammaga salom do'stlar, bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Juraman daraxt sindiramiz bizlar. Xo'sh, tez ko'proq daraxt kerak bizlarga, uy quramiz. Bu qo'chqorinda oxirigacha yasholmay qolamiz masalan. Tez uy qurib, kravs yasashimiz kerak shunga. Xo'sh, o'zi bizlarda 5 ta daraxt bor. Shularni o'tda daraxtga qilamiz. Endi verstakda yasaymiz. Qo'yamiz. Palkalar qilamiz, yana kirka qilamiz. Xo'sh. Keyin qayerdan bir tanaga shaxta qilsak bo'ladi. Men topdim. Shaxtali joyda. Xo'sh, endi ketdik biz. Tezda oldista kamin kerak bizlarga. Kaminni isto'machlar qilamiz kerakli. Xo'sh, oldista kaminni dababas qildik. U olma. Endi bu qo'chqorni biz ochib qolmaymiz. Xo'sh. Kamin isto'machlar qilgan kerakli isto'machlarni. Xo'sh, endi kapas qilamiz. Kichik bog'dan. Mana graviy bor. Endi baqa ketamiz. Pastga qarab. Bu tarafdan железо topishimiz kerak tezroq. Endi xo'sh. Qorong'ilab boshlayapti endi. Chiqib qolsa ko'rinmasligi ham mumkin. O'g'il topibmiz, o'g'il. Mana o'g'il. Xo'sh. Ko'proq o'g'il qilishimiz kerak. Chunki o'g'ildan fakel yasaymiz. Xo'sh, shuncha o'g'il yetadi bo'laymi? Qilamiz, xo'sh, fakel yasaymiz. Fakel qo'yamiz. Mana qo'ydingmi? Ko'ramiz hamma narsani. Xo'sh. Endi pastga qarab ketamiz bu tarafdan. Tezroq ketishimiz. Zombilarni eshityapman. Qo'shqo'nim bo'ldi yoki yaqin orada shaxta bor. Qanaqadir. Xo'sh, qachon железо topib ekanmiz endi? Nechinchi? Plastik tipalik topilgan ekan железо. Xo'sh, men kerak emas. Xo'sh, ketdik. Pastga qarab ketaveramiz, железо topmaganimizcha endi. Yoki kirkamiz sinmaganicha. Shaxta. Men o'ldim. O'lmadim. O'ldim, lekin endi o'ldim aniq. Urma. Bu urolmaydi. Lekin bu urolar sovuq. Qanday o'lmadim? O'laman deb o'yladim. Qanday? O'lmadingiz. Jonimizni to'ldirib, bega kelamiz. Jonim yo'qsa o'lib qolaman. Tepaga ketib uy quramiz endi. Uy ham qurish kerak. Ko'chada qorong'u emas ekan ko'chada. Xo'sh, uyimizni mana shu yerdan qurish boshlaymiz. Kichkinagina uy. Keyinroq kartartiramiz. Xo'sh, oddiy boshlang'ich uy qurish kerak hech bo'lmasa. Mana eshikka joy qildik. Mana oynaga joy bo'ladi. Oynalarni ham katta qo'ymaslik kerak, bo'lmasa parklarga bo'ldirib ketadi. Shu oyna qilishga hozir instrumentimiz yo'q. Mana shunaqa tom bo'ladi, kichkinagina. Shu ham yetadi. Xo'sh, mana sindiramiz. Shuni bo'ladi deb o'ylayman. Bu hamma taraf bir xil. Qo'yamiz. Qanday uyim sizlarga obunachilarim. Eslab qo'ying, obuna bo'lishlar eslaringizdan chiqmasin. Chunki qancha obuna ko'p bo'lsa, shuncha videolar tez chiqadi.
Xo'sh, o'yinga endi pesog'ini topdik. Pesog'ni palkalon tabovat qilamiz. Xo'sh, hop, bizga ovqat ham kerak ekan. Ovqat yo'q bizda lekin. Qani kim bor ekan ovqat berishga bizga? Mana korova bor. Bu yerda kurica bor. Mana qo'y topdik biza. Qo'y bizga kerak. Korova yasashimiz uchun to'xta. Xo'sh, yana aksiyalar bormi? Qo'ylar. Mana yana bitta qo'y. O'ldi, xo'sh. Hatta o'ldiramiz buni ham. Kojni birini qilaman. Koji bermadi. Ketdim, yana bormi? U yerda jungli bor ekan, lekin jungli menga hozir kerak emas. Qizilni yemay, ko'kidan olamiz. Qizil kerak bo'lsa o'tiramiz. Bu kerak emas. Bular ham kerak emas. Shuni qizili ham kerak emas. Ko'kid olmadikmi? Mana endi ko'kid oldik. Ko'ki bormi? Bor. Endi uyimizga ketamiz. Shu tez ketish kerak uyimizga. O'z qochqon bo'ladi. Keyin karavot yasab uxlashga o'z qilmaymiz. Ham bitta afsa kerak ekan. Ham bitta afsa qayda olsak bilan qo'ydi. Xo'sh, bugun qochqonni uxlamaganmiz. Bilishimcha. Xo'sh, men uyimizga keldik. Endi bularni olamiz. Biroz kamenda biz qilib kelaman pechka yasashga ovqat uchun. Xo'sh. Mana endi biroz kapas qilamiz. Bu yetarlicha komment qildik. Eslatib qo'yaman, obunachilar obuna bo'lishlaringizni esdan chiqmasin. Like bosib obuna bo'lish. Ana chop bo'lmay qolim goldan kam qoldi. Endi pechka yasaymiz. Pechka yasab oldik. Mana pechka qo'yamiz. Ovqat pishiramiz endi. Pishirib qancha shuncha zo'r bo'ladi. Ish qo'yamiz bizga. Shaxtaga ish qo'yib kelaman, ketdim. Bo'lmadi. Xo'sh. Eshikni ham qo'ydik shaxtaga. Bitta lishni ish qoldi lekin uni nima qilsam ekan? Uyda turadi, ishlasa bo'lmaydi. Xo'sh, mana ovqatimiz pishibdi, endi steykni pishiramiz. Yana bitta kerak. Qonimiz so'ynadi. Xo'sh, mana bitta steyk. Qani endi jo'n to'ldirishni boshlaymiz. Ana to'lyapti endi jo'miz. Bulardan olamiz. Birdaniga keyin shaxtaga tushamiz yana. Xo'sh. Bo'ldi, xayr. Endi bu video mayli tugatamiz. Endi ertaga video chiqadi. Xayr obunachilar, endi bugungi video tugadi. Obuna bo'lishlar esdan chiqmasin. Hammaga xayr.